gap? Cho'chitording sektorroq kelmaysanmi? Qachon kiramiz ichkariga? Bir haftadan buyon u yoqni kuzatasan, bu yoqni rasmga olasan. Natija bormi o'zi ishingda? Bor natija. Qo'shlari xitlab qolgan uchastkoviga chaqirib yotibdi. Nima deysan? Mana hammasini olib yotibman rasmga. Kuzatyapsanmi? Kim kirib chiqayotgan xabaring bormi? Xabarim bor. Sen tayyor tur, bo'ldi, o'zim xabar beraman. Lekin o'rtoq, uy juda hashamatli ekan, ichkarida pullar oho bo'lsa kerak-a? Ishonur, boyib ketamiz hali. Faqat tayyor turgin, xo'pmi? O'zim aloqaga chiqaman. Bo'ldi. Hadi kelaverma. Javobingni kutaman. Bo'ldi. Xuddi shu kabi ko'rinishda o'zgalar moliga ko'z tikkan shaxslarning qabih rejasi ish bermadi. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahar Yunusobod tumani Registon ko'chasida to'xtab turgan qora rangli Gentra ichida fuqaro shubhali harakatlar sodir etadi va yon atrofdagilarni diqqatini tortgan. Mahalla inspektori esa fuqarodan bu yerda nima qilib o'tirganini so'raganida esa u ichki ishlar xodimining qonuniy talablarga bo'ysunmasdan avtomashinasida qochib ketgan. Xolislar ishtirokida kim, bu nima deb so'rash maqsadida avtomashinasini ochdim. Ochganimda shahar ham niqobi yuzini to'siqligi sababli qo'liga qo'l kishani solib turib, patrul post xizmatiga berib yubordi. O'zimga notanish bo'lgan shaxsni uyini bosqinchilik qilish maqsadida kuzatdim. Sumkamda tig'li qurol bor edi. Qo'rqitish uchun, pul talab qilish uchun mahallaning uchastkoviga keldi. Mendan hujjatlarimni so'radi. Men ko'rsatishdan bosh tortdim, keyin qo'rqdim, keyin qochdim. Meni kechirishini so'radim. Nafsimga qul bo'lib, go'yoki ishlar imijimda bitib ketadi-yu, ko'proq pul olaman degan maqsadda shunaqa qilganman. Men bugun qilgan ishlarimdan juda ham pushaymonman. Hozir meni olib kelishganda onamning yig'laganini eshitib ko'rib, menga ishongan ota-onamdan uzr so'rayman. Uzr so'rayman hammalaridan. Fuqaro bir guruh shaxslar bilan birgalikda oldindan jinoyat til biriktirib, o'zgalar mol-mulkini talon-taroj qilish maqsadida bosqinchilik yo'li bilan Toshkent shahri Yunusobod tumani Registon mahallasiga pichoq, qo'l kishan, skotch, niqob, ayollar soch parigi hamda ratsiyalar bilan qurollanib, mahalla profilaktik inspektori tomonidan to'xtatilib, daliliy ashyolar bilan birgalikda qo'lga olingan. Hozirda mazkur jinoyat ishi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 3-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Yaxshiyamki, ichki ishlar organlari xodimining sergakligi sabab mudhish bir jinoyatning oldi olindi. Shu o'rinda hurmatli fuqarolar, ko'cha-ko'yda, mahallada diqqatli va hushyor bo'ling. Shubhali holatga ko'zingiz tushsa, zudlik bilan ichki ishlar organlariga murojaat qilishingizni so'raymiz.